Bu yerda Mehmet To'xta efendim to'g'riliq yana Quzat Altay advokatlik qilib chiqibdi. Advokat Quzat Altay efendim bu yerda Sharq Turkiston sürgün hökumətindən heç bir adam Mehmet To'xtaninki Kanadaga ko'chman apirish to'g'riliq hech bir qarshi gap qilganim yo'q, bayonot berganim yo'q, uni qo'llaydi. Kanadaga Uyg'ur ko'chman siyosatini qo'llaydi. Hozirgacha qo'llab keldi, to'rt ko'z bilan kutyotidi. Uyg'urlar texe mang'ini yo'q, saqlayotidi. Hamma odam saqlayotidi bizga o'xshash. Sharq Turkiston sürgün hökumətining qarshi chiqayotgan narsa nima desa, butun dunyoda Uyg'ur davosini bizlam qilsak bo'ldi. Bizdan boshqa odam hech bir yerga kirmasa, parlamentlarga kirmasa, kongressga kirmasa, chet eldagi butun davoni biz mush inson haqlari deb shunda cho'g'iltib mingiversak, 35 yil siyosat qilib hech bir natijasiz holatda davomlashayotgan Mehmet To'xta efendimning hayoti 4 kundan keyin o'ladi. 4 kundan keyin o'lgandan keyin bu davomi inson haqlari deb o'ladigan ish bo'ladi. Mushuna ish bo'lmasin. İnsanның ölümü qisqa, ma davaning ölümü uzun bo'lg'achqa, Sharq Turkistonning mustaqilligi uchunmi da'vo qiladigan bir sap odamlar bo'lish kerak. Mushu bo'lish uchun shu Sharq Turkiston sürgün hukumatı bu da'volarni qilyotidi degan asosda shu nafs yo'g'onlik qilib butun narsani men boshqursam bo'ldi, harunlashsam bo'ldi. Bu davoni mellam qilsam bo'ldi, boshqa odam kimmas bo'ldi buning atrofiga. Degan shu ko'z qarashlarga necha yillab Uyg'ur qonunlarini bostirib qo'ygan odamlarning bugungi kunlikda Uyg'ur qonunining qahramoni bo'lib qolganliklariga besilangan Sharq Turkiston to'g'riliq hozirlayotgan materiallarni hozirlayotidi. Buningdan 4-5 yil burun Amerikadagi Sharq Turkiston sürgün hukumatı bu besilangan zamin to'g'riliq namoyishlarni qildi, imzo to'plashlarni qildi. Har xil aslimalarni eslatib turib, mush kungacha akeldi. Mush ishlarni qilish jarayonida pulsiz, haqsiz ishlab turib mush holatga keldi. Ammo Mehmet To'xta efendim maash ishlayotgan efendim insof qilmasdan butun narsani men qilsam bo'ldi, butun narsani men boshqursam bo'ldi deb harunlashqashqa shuning qarshi chiqib, shuning gap qilayotgan gap. Bo'lmasa Kanadaga ko'chman apirish masalasida hech kimning buning qarshi chiqqani yo'q. To'rt ko'zi bilan saqlayotidi. Shu Kanadaga shu Uyg'ur ko'chmanlar kessa bo'ldi deb. Shu aldirmay mengavatdi endi. Aldığımızdaki günlerde, aldığımızdaki aylarda bunu görürüz. Yaxşı iş qilsa, onun mükafotini aladi. Yaman iş qilsa, onun til ahanetini mi anglash kerak, onu mu ko'tarilish kerak.